Assalamu alaykum hürmetli savoqdoshlar. Tayba darsxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün fiqh darsimizning 6-chi darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda istinja haqida to'xtalamiz. Ya'ni odamning oldi keyindan chiqqan nijosatni qandoq yo'qotish haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-istinja. Istinja qilish. Istinja qilishning hukmi nima? Istinja qilishning hukmi nijosat chiqqan o'rinning sirtiga yuqib qolmagan bo'lsa mustahab, ya'ni sunnat. Endi nijosat chiqqan o'rinning sirtiga yuqib qolgan bo'lsa, bu vaqtda farz bo'ladi. Chunki badanimizdan nijosatni yo'qotish namozning nimasi sharti. Shunga kitobimizda baduq hukmuhu onun hükmü sünnetun. Yani mustahab. Sünnet gayr muakkede. İza lem yetecavazil haric mahallel ade. Çıqqan narsa normal çıqıdığan yerning sirtiga chiqib ketmagan bo'lsa. Sünnet. Yani mustahab. Fardun. Farz bo'ladi. İza tejavazil haric mahallel ade. Çıqqan narsa chiqqanning o'rinninki sirtiga chiqib ketgan bo'lsa. Endi qandoq pokizlaymiz? Oldi keyini tahorat yo'lidan chiqqan nijosatni pokizlashning 3 xil darajasi bor. Eng yuqori darajasi, ikkinchi darajasi, uchinchi darajasi deb. Ya'ni bu daraja fazilatdagi daraja. Eng yuqori fazilatdagi yo'qotish usuli qaysi desa, bil mindil thummal ma. Avvalan qog'oz ishiltish, ondan keyin suv ishiltish. Bu eng yuqori o'rindagi istinjoning usuli. Ikkinchi xil usuli va ikkinchi fazilatdagi istinjo qilish usuli bil ma'i wahda. Suv ishiltib nijosatni yo'qotish. Uchinchi xil usuli chu desa bil istijmari faqat. Faqatlam tosh yoki chalma yoki to'pa, ya'ni tuproq ishiltish. Ondan başqa özü pakiz narsalarni ishlatsak bo'ladi. Demak, bu 3-chi pokizlash usuli shundaqla fazilat jihatda 3-chi o'rinda turadi. Endi bu 3-chi xil pokizlash usulida faqat tashlam ishlatamiz, nimalar ishlatamiz degan vaqtimizda buning bir qancha sharti bor. Birinchisi, ishlatgan narsamizningki pokiz bo'lish sharti bor. Maynat narsada istinjo qilsak ado olmaydi. Ikkinchisi, pokizlayalaydigan bo'lish kerak. Agar suyuksak, ya'ni shal taqib qo'ydigan bo'lib qolsa bo'lmaydi. Uchinchisi g'ayr manhiyin anhu. Uning cheklanmagan narsa bo'lishi kerak. Cheklanmagan narsa bo'lishi kerak. Ya'ni cheklanmagan narsa degani nima degani? Uning hurmati va narsa. Masalan, ba'zi hurmati va ba'zi najosat narsa bo'ldi. Masalan, rawth tizak bilan istinjo qilib bo'lmaydi. Azb so'ng bilan istinjo qilib bo'lmaydi va hürmetlik narsalar bilan istinjo qilmaydi. Masalan, kitobningki tafsir yoki hadis, oyat hadislarni o'z ichiga kitobning varaqlari bilan istinjo qilishga bo'lmaydi. To'rtinchi sharti adami tajavuzul xorij mahallal ada. Chiqqan narsa normal chiqadigan o'rinning sirtiga chiqib ketmagan bo'lishi kerak. Ya'ni yuqib qolmagan bo'lishi kerak. Agar yuqib qolgan bo'lsa, uni tosh bilan yoki boshqa narsalar bilan tozalasak olmaydi. Uni qanday bilan tozalaymiz? Suv bilan tozalaymiz. Suv bilan. Endi istinjoda qancha qatim tozalash shart degan vaqtimizda bizning Hanafi mazhabimizda unda muayyan son shart emas. Pokizliganga qadar, pokiz bo'lgan qadar qanday qilamiz? Surtimiz. Yamsahuhu hatta yunaqi. Pokizligan qadar qanday qiladi? Surtadi. Va laysa fihi adadun masnun. Unda muqim sünnet qilingan bir son yo'q. Endi istinjo qilishning adablari bormi deganda, albatta istinjoning adablari, ya'ni mustahablari bor. Mustahabbat qadol haja va uningki qadol hajaning makruh, yomon ko'riladigan ishlarimiz bor. Endi mustahabbatlari birinchisi xaloq kirgan vaqtdagi va chiqqan vaqtdagi duoni, ya'ni zikrni o'qish. Yani kirgan vaqtimizda Allohumma inni a'udhu bika minal khubuthi val khaba'is degan zikrni o'qish, chiqqan vaqtimizda g'ufronak degan zikrni o'qish. İkincisi
mustahabbatlarının qatoridan sol put bilan kirish va o'ng put bilan chiqish. O'burniga kelgan vaqtimizda sol putimiz bilan kirish, chiqqan vaqtimizda old bilan o'ng putimizni olib chiqish. Üçüncüsü ya'tamidu fi hali julusihi ala rijlihi yusra deydi. O'ltirgan holatda. Hozirgidek ustida o'tirgan emas, yerda tuz holatdagi holada o'ltirgan vaqtda o'ltirgan holatida sol putiga tayinib o'tirish. Bu xil o'ltirishninki hozirgi yangi zamon meditsinadimi tahoratning ravon chiqishiga foydasi borligi isbotlangan bir ish. Dördüncü mustahabbati al-bu'du vel-istitar. Tuzlanlik uçuq yerga tahorat qilmoqchi bo'lgan odamninki yiroqda xaq ko'maydigan yiroqda tahorat qilishi vel-istitar va qana qilinishi perdilinishi. Uçuq yerda ta'sir olmasligi, atrofini to'sishi bu mustahabbatlarning qatoridan. Endi hojatni ado qilishning makruhlari qaysi degan vaqtimizda birincisi ad-dukhul bima fihi zikrullah. Allah'ın zikrisi va narsalar halaga kirish makruh. Qur'onni olib kirish makruh tahrimi. Ma makruh tanzihi. Ya'ni yüzükümüzde Allah'ın ismi yoki bismillah deganga o'xshagan yüzüklar bilan kirish makruh tanzihi. Ammo Qur'onni olib kirish bu makruh tahrimi. Qiblaga oldini qilish yoki keynini qilish. Uçuq yerda makruh. To'salgan xalaning ichidamichu makruh. Bumi makruh tahrimi. Üçüncüsü avratni o'ng qo'l bilan tutish va o'ng qo'lni istinjoda ishlatishmi makruh tanzihi. Ondan keyin al-bawl fi mahalli yu'din nas. Kishilarga aziyat beradigan o'rinlarga tahorat qilish bu makruhlarning qatoridan. Ya'ni mevlik daraxtlarning ostiga kishilar kelib muyaydigan masalan, yoki kishilar kelib soydaydigan o'rinlarga tahorat qilish, kishilar manfaatlanadigan, umum xalqningki manfaatiga ziyon olib keladigan bundaq holatda ta'sirlanish bu makruh, tahrimiy. Unda bo'lsa arkadaşlar bizning bugungi 3-chi aloqador darsimiz bu yerda oxirlashdi. Oxirida kun berilgan buni sizlar ishlaysizlar. İxtaril icabata sahiha fima yali. Töndekilerden doğru cevabını tanlang. Birincisi hukm izaletil haric min as-sabilin. Aldikini çıkıcını yani çıkan nicasatni yo'qotishning hukmi nima? Birincisi vacib, mutlaq vacib. İkincisi mutlaq mustahab. Üçüncüsü chiqadigan normal o'rnining sirtiga chiqib ketmagan bo'lsa mustahab debdi. Qaysi to'g'ri? Buni o'zing tanlang. İkincisi mimma yamna'ul istijmar bih. Istinjo qilish shaklingan narsalarning qatoridan rawth taam ve ma lehu hurma cemi' ma sabaq. Qaysi shunday lista. Qolganlar mana shunga o'xshash sanlar bo'ldi. Unda bo'lsa arkadaşlar bizning bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.